Salom, sizlar bilan men Maqsar Po'ron va bu 3-qismi. Do'stlar, buni bilarsizlar. Uylar jangi. Mana bu yerda esa Bekislom. Ha. Sen mening uyimga baho bermaganing oldingi qismda. Sening uyingga necha baho beraman deymi? Ha. 0. Men senga 1 berganim 1dan 10gacha edi. 0 yo'q, 0 son emas. 1. Men ham senga 1 berganim uchun shunaqa qilding, Boshqa nima? Do'stlar, himoyalangan. Qaranglar, boshida nima qilamiz? Biz qanaqa blokdan quramiz? Do'stlar, mikrofonni o'chirib qo'ydik. Qachon edi? Va men nimadan qursam ekan? Himoyalangan. Bu degani mana bunaqa qalin bo'lishi. Do'stlar, menda bir ideya bor. Bu meni ishlayotganda men boyagi bazamni ishlatib olaman. Destonlarni sindirib. Qurib o'tirmayman-da, toza bazani. Mana undaydan ketmaydi. Do'stlar, xullas, bu boshqa tarafga qarayotganda orqaga bu yubormaydi unaqa. Do'stlar, xullas ishlatib olamiz bu bazani. Do'stlar, bularni sindiramiz. Tez bo'lish kerak. Ana bu o'zi boshlab ketdi. Yaramas. Yurlar, aytgancha biz ko'ra tuymaydik-ku. Ko'rib qaytamiz sizlar. Bo'lmasa go'sht olamiz. Mana do'stlar. U nima qilyapti ekan? Qiziq. Xullas do'stlar, u nima qilyapti ekan deb qiziqyapti. Biz esa mana bularni sindiramiz. Do'stlar, endi gravitni qopqon ichiga gravitni ham olib tashlash kerak. Do'stlar, xullas, bu sindir bo'ldim. U meni ishlayapti. Uni ishlayapman. Hozir mikrofonni ochaman. Bekislom? Ha. Sen necha foizgacha qurib bo'lding uyingni? 100%. Mayli, kutib turishingga to'g'ri keladi. Mikrofonni o'chiraman. 100% bo'lmabman. Xo'p, tutut. Do'stlar, yuringlar, ko'rib qaytamiz. Mana bunaqasiga. Menga qiziq bo'lyapti, nima bo'lishini bo'ldi. Uning uyi qanday ekan? Do'stlar, hali unga aytamiz, boyagi bazamizni ishlatib olganmiz. Keyin men hali 2 soat qurdim deydi. Yo'q, 2 soat emas. 1 soat qurdi. Albatta hazillashdim. 5 minutni qurdim. Pasti 100% bo'ldi. 100% bo'lmadi, do'stim. Ha, mikrofonni qo'shib. Bu yo'lni desa qaranglar. Bu himoyalangan bo'lgani bilan eshikni och bo'la tuyunga qo'yish kerak. Bizami? To'g'ri keladi. Ham yetmaydi chekdi. Buni
Mana bu yerlarni to'ldirib chiqamiz. Eshik yonib ketmasa bo'ldi. Do'stim, sen o'zi nima qilyapsan? Hali qara bo'lganim yo'q. Aytasini o'xshamadi. Nima o'xshamadi? Mikrofon o'chirishni unutgan keyin. Xullas o'chirdim do'stlar mikrofonni. Birbirimizni endi eshitmaymiz. Do'stlar qilish mumkin. Men ham mikrofonni yoqdim. Hop. Nima o'xshamadi yo? Aytmayman men senga, bu sekret. Mikrofonni o'chirib qo'y. Xullas do'stlar, biz bu yerda to'r bilan himoyalaymiz. To'r nima qiladi deysizmi? U odamni sekinlashtiradi, to'g'rimi? Siz shundan foydalanib mana shunaqa himoyalash uchun o'zlarimiz ham hal qilamiz. Xullas kech bo'lyapti. Beysom, uxlab bor. Hozir. Endi bo'layotgan. Uxlashga to'g'ri keladi. Uxladim. Mikrofonni o'chirdim. Dudut. Bunga solib yurmasam bo'lmaydi shekilli. Nima? Ko'rmasdan damlamasın. Yürüyün ko'ramiz. Nima deyapti ekan? Yuringlar bazasini ko'ramiz. U nima qilyapti? Menga juda qiziq. Qanaqasiga himoyalangan o'zi mana. Mikrofonni yoqdim men. Hop. Mikrofonni o'chirdim. Men do'stlarimga birga o'taylik. Hop, o'tirdim. Do'stlar, hozir mana turib ketamiz. Eshikni ochdi deydi. Xirablim bor shekilli deydi. Sizlar bilan xabaring bormi? Men bu qog'oz o'zini qanaqa qo'zyapti? Uni men ishtarotiga qildim. Endi esa qochamiz do'stlar. U meni eshitmayapti. Xullas do'stlar, bazamizni quramiz. Unda odina hazillashdik. Hozir do'stlar 5 minut qolib turibdi. Tezda bo'laman. Do'stlar, bu yerga u kirolmasligi uchun qaranglar. Islom, biz qurib bo'lganimizdan keyin vijivaniyada ichiga kirishga harakat qilamiz, xo'pmi? Xo'p. Kirib bo'ladimi, yo'qmi ko'ramiz, xo'pmi? Hop. Mikrofonni o'chirdim. Dudum. Do'stlar, Men yoqdim. Sen meni nima qilamasan? Isvoy. do'stlar, bu 3-chi qismi edi. Keyingi qism tezroq chiqishini xohlasanglar, iltimos kanalga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar.